38 haftalik homiladorman va bugun sizlar bilan birgalikda raddom haqida gaplashamiz. Ikkala farzandimni ham 6-raddomda dunyoga keltirganman. Birinchi farzandimni, o'g'limni dunyoga keltirayotganimda biz bitta doktor bilan gaplashgan edik, ya'ni xolamni sinfdoshlari bilan. Lekin raddomga borganimizda ishonasizlar, ularga telefon ham qilmaganmiz, ularni chaqirmaganmiz. Chunki menga juda ham udach, dejurniy vrach o'sha payt tushib qolgan edi. Va juda ham yengil, oson o'g'limni dunyoga keltirib olgan edim. Qizimni tug'ishim kerak bo'lganda esa xuddi shunaqa biz umuman doktor gaplashmadik va o'sha kungi dejurniy vrach qizimni ham dunyoga keltirgan edi. Ikkala tug'rug'im ham juda ham yengil, oson o'tgan. Ammam aytganlaridek korolevskiy rodi menda bo'lgan. Umuman qiynalmaganman, umuman hech qanaqangi последствиялari bo'lmagan, juda ham yengil, oson dunyoga keltirib olganman. Va ko'pchilik 6-raddomni yomonlashadi, qiynalganman, unaqa desam, ularni umuman tushunmayman. Chunki men uchun 6-raddom juda ham chiroyli assotsiatsiyalarni qoldirgan. Lekin shuni aniq ayta olamanki, tug'ruq bu bitta narsa, eng asosiy protsess esa tug'gandan keyin boshlanadi. Va shunda ham menda детский vrach, pediatr va hokazo hamma doktorlar shunaqangi prям ilig'lik bilan menga qarashganki, yordam berishgan. Polniy o'g'limda ham, qizimda ham palatadagi vrachlar menga juda ham chiroyli farzandimni birinchi kunlarda katta qilishga yordam berishgan. Uchinchi farzandimda ham xuddi shunaqa tug'ruq jarayoni boshlangandan keyin primoy sразу 6-raddomga boramiz va o'sha paytdagi dejurniy vrach bilan birgalikda tug'ish niyatim bor. Aytgancha sizlar necha haftalikda tug'gansizlar pastda kommentar yozib qoldiringlar. Menda cho'ta bu gal vaqt cho'zilyapti. Oldingi tug'ruqlarim ancha vaqtliroq boshlangandi.